All right. Okay, is it good? Is it visible? Alright guys, bugun o'rganadigan narsamiz bu pronunciation, talaffuz. Siz elementary darajasidasiz. Elementary darajasi bu qayerdadir so'zlarni o'rgangansiz deb vроде прям boshlang'ich maktabdagi bazingiz borda, но при этом haligacha gapira olmaysiz. Bu shunaqa daraja. Problema qachon keladi? Qachonki siz учебный centrlarda o'qiysiz yoki kitoblarda o'qiysiz, учебникlarni ko'rayotganingizda hayotda ishlatilmaydigan praktichniy emas bo'lgan narsalar bo'ladi o'tda. Mana sizga hayotda bu har kuni ishlatiladigan zamonaviy tilda o'rgataman bu yerda ingliz tilini. Eng katta problemaga to'qnashadigan narsa, men oldimga odamlar kelishadi-da, уже mana 3 yil, 4 yildan beri ingliz tilini o'rganishganda is this real degan talaffuz bilan keladi, men ularni полностью переучивать qilishim kerak. Bu qiyinroq bo'ladi. Ba'zi odamlar aytadi, nimaga sen elementarydan talaffuz o'rgatyapsan, talaffuz hozir kerak emas, talaffuz keyinroq o'rgansa bo'ladi. Na samom деле men bu gapga juda ham qarshiman, chunki siz уже ingliz tilini o'rganib bo'lganingizdan keyin, hamma grammatikani bilganingizdan keyin, lekin noto'g'ri talaffuz bilan o'rgangan bo'lsangiz, siz hamma talaffuzni yana boshdan o'rganib chiqishingizga ko'proq kuch ketadi. Nimaga? Chunki siz miyangiz уже o'rganib qolgan, bitta yo'lda gapirgani. O'shanga biz bugun elementary darajasidan boshlab turib siz talaffuzingizni prakachka qilamiz. Kerakli bo'lgan tushunchalarni beraman. Qaysi tovushlarni qayerda ishlatishimiz kerak emas, qayerda ishlatishimiz kerak, qaysi qanaqa tovush, farqlari nimada, hammasini bugun tushuntirib beraman. O'shanga let's get started. Mana отдельно fucking pronunciation kursim ham bor. Agar именно talaffuzni o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, в целом сейчас men sizga просто такой general tushunchalarni berib o'taman. Bularni tushunganingizdan keyin sizga уже talaffuz problema bo'lmaydi. Let's get started. Qarang, biz hammamiz bilamiz, bizda so'z bor. Bad. Bu kровать. Bad. Ibzada bad so'zi bor. Bad bu yomon. E'tibor bering tovushlarga. Bad deganimda meni lablarim ochilyapti. Bad. Bad da esa og'zim naborot kattalashyapti. Bad cho'zilyapti. Bad og'zim ochilyapti. Shu narsaga e'tibor bering. Shu tovushlar shunaqa aytiladi. Bad. Aytib ko'ring o'zingiz. Okay, o'sha tushundingiz-a? Keyingi esa tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bu sirpanib ketish. Masalan, slip. Xuddi rus tilidagi e tovushga o'xshaydi. Slip. Bizada tovush bor, sleep. Bu uxlamoq. Bu yerda ko'rasiz farqi qanaqa? Slip, sleep. То есть sleepda biz oddiy o'zbekcha i'ni ishlatamiz. Slip ichida esa men oldin aytganimdek e tovushi bor. U yerda i yo'q. Qiyinchilik nimada keladi? Chunki o'zbek tilida siz mana bu harfni ko'rganingizda, slipdagi i harfini ko'rganingizda, siz uni i deb o'qiysiz, ingliz tilida ham i bo'lish kerak deb o'ylaysiz. Yo'q. I ingliz tilida mana bunaqa bo'ladi. Sleepdagi bo'ladi. Bu esa sleep. Ma'nosi har xil, umuman har xil so'zlar. Agarda siz ularni noto'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, native speakerlar tushunmaydi. Vроде kontekstdan tushunmasam bo'ladi deb o'ylaysiz, lekin ular tushunmaysiz. Qayta so'rashaverasiz, siz qaytaraverasiz. Har safar qaytargan sari siz o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ingliz tilida tushib ketaveradi. Voy, blin, men noto'g'ri gapirayotganman deysiz. O'shanga boshdan biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Sleep. Keyingi juda ham qiziq tovush bu la. Nimaga buni biz hozir tushunamiz? Chunki o'zbek tilida ba'zi odamlar la deb ketadi. La emas, bu la. Prям такой baqaloq semiz tovush. La deganimizda lablaringizni prям maksimalni harakatlantiring, shokalarni ishlating. Ular просто lemon bo'lish kerak emas. Lamp. Va keyingi tushunishimiz kerak bo'lgan tovush bu r ni biz r deb aytamiz. Masalan, o'zbek tilida qaysi so'zlar bor? O'zbek tilida eslamadim. Rozetka, rozetka. O'zbek tilida va rus tilida rlar bir xil bo'ladi. Ingliz tilida esa biz r ni aytayotganimizda hech qayerga tegish kerak emas tilimiz. Tilimiz просто uchib turadi. R sal orqaga buringizda r. Itilingiz e'tibor bering, hech qayerga tegish kerak emas. Tepaga pastga tishingizga hech qayerga tegish kerak emas. R. Uni tushunishingiz uchun uzoqroq aytishga harakat qiling. Agar sizda r bo'lgan bo'lsa, значит xatga dur teyapti. Вот. R. Давайте ko'ramiz. Rain. E'tibor bering. Rain emas. Rain. Train. Or Russian emas. Russian. Uzoq aytadigan bo'lishingiz kerak. Agar uzoq aytadigan bo'lsangiz, значит sizda hammasi o'xshayapti. Va men eng yaxshi ko'rgan tovushim bu va. Men bu haqida reels qilganman. Biz th ko'rganimizda uni ovozligi bo'ladi, ovozsiz bo'ladi. Va bo'lishi mumkin yoki th bo'lishi mumkin. So'zga qarab. Think o'ta ovozsiz bo'lyapti. Ovozli esa va bo'ladi. Va, masalan, them. Esingizda bor, ular. Them. Uni aytishimiz uchun biz ikkita tishimizni tepa va pastki tishlarimizning o'rtasiga tilimizni qo'yib turib, z yoki s harfini aytamiz. Va. Uni pastdagi trenirovka qilish uchun biz uzoqroq aytishni o'rganishimiz kerak. Mana vam dioli degan bo'lsangiz, значит to'g'ri bo'lyapti. Think.
deydigan bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi. Agar siz aytolmayotgan bo'lsangiz, значит siz qayerdadir noto'g'ri qilyapsiz. Tilingiz uchun har doim chiqaring. Va tez gapirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz har doim them think deya olmaysizda, uni d bilan t ga almashtirib qo'yasiz. To есть sizni og'zingizdagi harakatlaringiz xuddi o'shanaqa qoladi va anaqa qoladida, tishingiz o'rtasiga qo'yasiz, lekin ularni d bilan t ga almashtirasiz. Masalan, through deb o'tirmaysizda, through deb kelsangiz bo'ladi. Through. Ko'rasiz, men t ni aytayapman. Through. Yoki esa thorough. Lekin siz trenirovka qilishni hozir to'g'ri yo'lda aytganingiz yaxshiroq. O'shanga tilimizni chiqaramiz, ikkita tishimizdan o'rtasiga qo'yib turib, th tovushini aytamiz. Thorough. Through. Yoki esa uchinchi so'zimiz thunderstorm. Bu apastaki siz so'zlarni eslab qolishga harakat qilishingiz kerak emas. Siz prosta prinsipni tushunishingiz kerak. Qanaqa tovushlar qayerda qanaqa ishlatilyapti. И всё. Tovushlarni tushunsangiz bo'ldi, уже любой joyda ko'rganingizda to'g'ri ishlatib ketaverasiz. Glavoy tovushga e'tibor bering, so'zlarni eslab qolishga harakat qilmang. Bizada urg'u degan narsa bor. Urg'u haqida men отдельный dars chiqarganman. U juda ham katta tema, lekin men sizga hozir ma'nosini prosta tushuntirib beraman. Qarang, agarda men object deydigan bo'lsam, men qanaqadir objection qilayotgan bo'laman. To есть menga nimadir yoqmayapti, men o'sha narsa haqida gapirayotgan bo'laman. Object esa narsa, obyekt. To есть object bu fe'l, object bu narsa. Ko'rasiz? To есть mana ikkita bir xil so'z men qat'iy urg'u qo'yishimdan kelib chiqib, ma'nosi, konteksti hamma narsasi o'zgarib ketadi. O'sha narsaga e'tibor berishingiz kerak. Object. Objectda e da bo'lyapti urg'u, objectda o da bo'lyapti urg'u. Yoki esa otimizda permit. Bu ruxsat. Qanaqadir dokument sizga ruxsat bersa, mana masalan siz masjidga bora olasiz degan ruxsat dokument beradigan bo'lsa, u sizda значит u permit bo'ladi. Permit bu fe'l, ruxsat bermoq. Tushunasiz? Permit. Udareniyalarni men belgilab qo'yganman yashil bilan. O'shanga qarab ishlata olasiz. Present bu sovg'a, present. Present esa taqdim etmoq. Present, to present something. He is presenting his presentation. O'zining prezentatsiyasini prezentovat qilyapti. Present. Nima qilmoq? Present qilmoq. Bu nima? Bu ot. Nima? Sovg'a. Present. Ko'rasiz, to есть ma'nolari absolutno o'zgarib ketishi mumkin. O'shanga bu narsa sizga overall prosta tushuncha bera oladi. Siz hozir nima qanaqaligini tushunib oldingiz. Kerakli tovushlarni o'rganib chiqdingiz. Kurs tugatganingizdan keyin agar sizga talaffuz juda ham kerak bo'ladigan bo'lsa, siz fucking pronunciation kursiga o'tib turib, yana ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Unda sizda ham znaniya bo'ladi, bilimlar bo'ladi, grammatika, so'z boyliklari, hamma kerakli narsa bo'ladi. Plus sizda talaffuzingiz idealni bo'ladi. O'shanga hamma narsani teng olib ketishga harakat qilmang. Prosta hozir grammatikaga e'tibor bering. Men gapirayotganda, qanaqa o'qiyotganda, men qanaqa o'qishimga qarab turib o'qishga harakat qiling. Va sizga juda ham kerakli bo'ladigan narsa bu sizni ko'zingiz va qulog'ingiz. To есть siz videolar yoki kinolar ko'rayotganingizda yoki men gapirayotgan paytimda og'zimga qarang, odamlarning og'ziga qarang gapirayotganda. Men shunaqa o'rganganman pronunciation. Menga ustoz o'rgatmagan, men bunaqa kurslar bo'lmagan, zamonaviy tilda o'rgatadigan. Mana qanaqadir eski uchebniklar bo'lardi, keyin unda odamlar bo'ladi. Odamlar gapirayotganda men og'ziga qarab turardim, qanaqa ishlatishga. Badda uni lablari cho'zilyapti. Bad deganda og'zi ochilyapti. Ko'rasiz, to есть siz odamlar gapirayotganda shu tovushlar qanaqa aytilishiga e'tibor bering, og'zi qanaqa ishlashiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizda talaffuz o'zi itak avtomatik prokachka bo'lishni boshlaydi. O'shanga ishlatamiz.